108 BYD olindi. Xo'p bo'ladi. Yoshingiz ham ulug' ekan. Oyoqlantirish beryapman haydovchiga xavfsizlik kamaringiz yesiz. Qo'limiz ko'ksimizda haydovchilar uchun. Assalomu alaykum, inspektor Begmat. Ukajon, solingiz yaxshimi? Ishlar bilan charchamasdan. Farg'ona shahar Uyg'un ko'chasi. Ishlar olyapsizmi, charchamasdan? Propanmi mashina? Bizning o'zimi. Mashinangiz texnik ko'rikka o'tib qoldi ukajon. 1 yil bo'ldi texnik ko'rikdan o'tib qo'ygan. 2018 ekan mashina. Majburiy texnik ko'rikdan o'tkazib olamiz ukajon. Inspektor Begmat. Solingiz yaxshimi? Ishlar charchamasdan. Hujjatlarga ko'rib qolamiz ukajon. 958. Buvayda tumandanmi? Sug'urta o'tib qolibdi-yu akajon? O'tib qoldi, ha. Iye. Qo'l tegmayapti, o'g'lim. Qizib olaman. Sug'urtani qilib olamiz akajon. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzyapman aka. Aka. Aka ming bor uzr. Sug'urta, texnik ko'rik aka. Hammasi o'tibdimi? Imzochi akajon. Assalomu alaykum. Yo'l patrul inspektori Savdormandan Fabos Xoma. Yaxshimisiz? Otaxon tushishga majbur bassiz. Me'yor hujjatlaringiz joyidami akajon? Malol kelmaydimi tanishtirib qo'ysiz? Malol kelmaydimi tanishtirib qo'ysiz? Xavfsizlik kamari faqat siz o'zingiz uchun. Yo'l patrul inspektorini ko'rganingizda taqmang. Hali ham oxiriga yetkazib bormayapsiz. Matiza tortib olib turibsiz, Hoji bobo. Maylimi? Me'yor hujjatlaringizni tanishtiring. Haydovchilik guvohnomangiz. Xo'p bo'ladi. Men ko'rib turibman-da. Buni bizni ko'rganingiz uchun taqmang. Hurmatli haydovchi, yo'l harakati qoidasini 109-bandda yozib qo'ygan. 9-bandida. Xavfsizlik kamari taqishga majburmiz. Har qanday haydovchi. To'g'rimi akajon? Yoshingiz ham katta ekan, tushishga majbur bo'lasiz, o'tirsangiz ham bo'laveradi akajon. Siz bilan bo'layotgan muloqot yana bir bor aytaman, bu kamera orqali yozib borilyapti. Endi biz Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. So'xlimisiz? Больницада Xo'p bo'ladi. kasal Xo'p bo'ladi otajon. Xo'p bo'ladi. Qo'limiz ko'ksimizda otajon. Haydovchilarga nisbatan. endi taqaman deganim. Xo'p bo'ladi. Yoshingiz ham ulug' ekan. Oyoqlantirish beryapman haydovchiga xavfsizlik kamaringizga sizga. Oq yo'l yaxshi aytib oling. Assalomu alaykum, inspektor Begmat. Ukajon, solingiz yaxshimi? Temurbek kim nomida mashina? Ha? Shuncha 109 108 BYD olindi. 709 yaqinlashtiryapman. Amaldagi yo'l harakat qoidalari 12-bandimizni sizlarga aloqadan qoidalanib boryapti. Shart qilyapti. 108 bilan Qabul qildim, 108 qabul. To'xtab gaplashsa bo'ladimi ukajon? Telefonda? Ishlaringizga omad ukajon, sog' bo'ling. Hushyor bo'ling. Assalomu alaykum inspektor. Yaxshimisiz? Rahmat. Orqasi dinlar qani? Dinlarni yo'q. Olib qo'shib nima qilyapti? Toshyapti. Qayta jihoz mumkin emas dinlarni yechish. Mana uni hali ruxsatnoma qilib oladi. Qildingizmi? Yo'q, o'shani endi qilib olaman. Ismingiz nima? Jamolni, G'iyosov Jamol. Haydovchilik guvohnomangiz. Yozib chiqadi. Mashinamda qolibdi. Ha? Mumkin emasdan bitta meni proviziya berishingiz kerak-da, G'iyosovni. Siz Jamolni. Menga hujjat bermasdan men sizni tekshira olmayman-da. Bormi hujjatingiz? Haydovchilik guvohnomangiz? Hali mashinamda qolibdi aka. Vaqtincha mashinangiz jarimaydimi ukajon? Tadbir bo'lyapti ukajon. Shu hujjatsiz avtomashina boshqargan haydovchilarga nisbatan Butun borda mashinada. ming bor uzr. Telefon nomeringiz 90? Hujjatsiz avtomashina boshqarmayman ukajon. Shey xalqi Bahor ko'chasida Damas avtomashinasi to'xtatilganda tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqarganligi uchun haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtincha saqlash uchun jarimadonga jo'natilyapti transport vositasi. Majburiy sug'urta polisi nazarda tutilmagan transport vositasidan foydalanish. Sug'urta qildirib beradi. Telefon nomeringiz 90lik. 90da. Imzo qo'yasiz-ku o'zi.
E'tirozingiz bormi ukajon? Yo'q, yo'q. 5 pul 15 kun ichida aka. 103 ming. Ukajon ishlaringiz yo'qmi? Ishlaringiz yaxshimi ukajon? Qoida buzmadingizmi? Kelaturib telefondan foyda. Telefonim tushib ketdi, olib qo'ydim. Olinda 01 partiya. Bir partiya 889 oq 200 haydovchida amaldagi yo'l harakat qoidalariga kesib ta'minlari buzib, harakat davomida yo'lni xulosasidan foydalanib boryapti. Gaplashmayapti. Kimgadir SMS yozyapti, yo'lni terib ketyapti. Qabul qildim, qabul. Yo, SMS yozganimda telefonim tushib ketdi, olib qo'ydim. Qo'limda turuvdi lekin, Ha, qo'lingizda tur- qo'limdan turuvdi chunki vaziyat mexanika-ku. Olib joyiga qo'ygunimcha mana SMS ham, Qo'l- zvanki ham hech narsa yo'q. Qo'lingizda kelgan ekan telefon, tadbir bo'lyapti ukajon. Ha. Bildim. O'shani olib qo'ydim-da. Foydalanmaymiz telefondan ukajon. Rostini aytaman-ku bo'lmasam. Yo'q, foydalanmayman. Zvankilarim ham, SMSlar ham, to'g'risini turib qarasangiz ko'rsataman. Yo'q, shart emas ukajon. Hadi yo'linchi. Telefon nomeringiz ukajon. Telefon nomerimni, Hadi yetkazilish astar. Telefon nomeringiz. telefon nomerimni yozib olsizmi? Ha, rasmiyashtiryapman sizga. Men yozmadim, qarasangiz ko'rsataman. Mana turibdi telefon. Xo'p, men tushunyapman-ku. Olib qo'ygunimgacha vaziyat to'g'ri tushuntiryapman-da. Faqat birinchi atraf, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi safarlarga xodimlar. Nima ish qilasiz o'zingiz ukajon? Men o'zim anaqaman. Reabilitatsionni klinika ishlayman. Qayerda? Toshkentda, Farg'onada, komandirlikka kelganman. Qo'pol qoida buzarliklar bo'yicha. Mayli, mehmon ekansiz, sizga bir marta ogohlantirish beryapman. Boshqa telefondan foydalanmayman uka. Mayda qoida buzarliklar. Ishingiz yo'qmi? To'g'ri yo'l ukajon. Sog' bo'ling. Al-Qodiriy ko'chasida BYD avtomashinasi to'xtatilganda hujjatlari joyida basligi uchun haydovchiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Vaqtincha saqlash uchun jarimadan jo'natilyapti transport vositasi. Tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqarayotganligi uchun sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiryapman elektron tarzda. Telefon nomeringiz akajon. 90lik. Imzoingiz akajon. E'tirozingiz bormi aka? 294-modda bor aka. Bizdan yuqori turuvchi organlarga murojaat qilishingiz mumkin aka. Mening gapimga tushunmasangiz tarjima olish huquqiga egasiz aka.